Görüyotganlar To'xtaman To'xti. Şinjan Şahla Xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdarligidagi To'xtama To'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik birovotqini naning atirki desam, asli Shahla chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alayda qo'lladi. Qutyar Xalqaro savdo cheklanish shirkati Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada bir qism chiqdi. Chiqaveradigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro savdo cheklanish shirkati Ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamroh har doim. Parvish Shahla chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahla chash doktori chash attir javhari. Shahla. Hay kız bil ko'nglimni bersan, hamma rostdur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chindiga so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Vallahi bayramı kara. Kapalı. Şuna koşmuş gerek. Son topluma. Şükran kalamcana! O topluma diyor, toktaysan toktan. To'xtama To'xti filmi har shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ikkili kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. Yaqinda yaxshilaringiz qanaroq? Yaxshi, o'zingiz olchi. Yaxshi. Sizni yaxshi ko'rdi deb buyur devadim. Meni bek tushunsiz jo. Kamalning ishida sizdan kechirim so'rayman. Ishqisi yo'q, ishqisi yo'q. Haraz. Shanghayda shirkatning yangi turi ochildi. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Lekin o'zim bosh bo'lib tumsam bo'lmaydi. Uzoqroq turib qolishi mumkin. 5 yil yoki 10 yil. İşleriniz oңushli bo'lsin. Men bilan birga ketamsiz. Nega? Shanghayga. Qarang Lola. Mening xizmatim mushu yerda. Xizmatingizni men o'rlashtirman. Ota-onam, do'stlarim menmisiz? Ularni tang olib ketamiz. Men qarayman. Ularım menba. Lola, men o'g'il bola. Ota-onamning oldidan xabar olish mening majburiyatim. Men ba'zi bir ishlarni ikkilimizning ko'ngliga ayon. U ishlarni qalbimizning cho'nqir qetig'i saqlab qo'ysak bo'larmikin deb o'yladim. Ben burun ikki odam bir-birini yaxshi ko'rsalar, hamma ishlar yo'lda bo'ldi deb o'ylaydim. Lekin hozir bizning o'ylaydigan ishlarimiz bakchaqqa. Mana bu shuncha qilganingizga rahmat. Lekin siz bunday qilsangiz menga bek besim bo'lib qoldi ekan. Hech qisi yo'q. Qararingizni hurmat qilaman.
siz bek yaxshi jumo. Kelgusida siz bilan birga o'tadigan qaysi baxtli qizdir? To'xti bu qarorning to'g'ri ekanligini his qildi. Lekin zodi nima uchun to'g'ri ekanligini bilolmadi. Balkim muhabbatda aslida to'g'ri xato deb ayrilmaydigandir. Faqat o'ziga loyiqli qaror mavjud bo'lishi mumkin. Shuning bilan Lola Shanxay ketdi. Shunda yaxshi paranglashdik, yaxshi qo'shdi. Asad yo'q qolgan. Asad atganda singlim bilan ko'rishaman dedim-ku, ha. Shu hech ketdimki. Nahkab keldi. Shuning bilan u qizadan Shanxay ketdi. Saqab qoldim. Shunday oldi. Ahmaq. Boy qiz olgan ekan, birga ketimizga kassan olmamda. Sen unda deganing bilan men xizmatimni tashlab, ota-onamni tashlab, bu do'stlarimni tashlab ketamda. Qara, ashak bag'andagi xizmat nashlari asal hal bo'lib ketdi. Shukran. U ikkimizning munosabati aniq bo'lmasa, men qarg'ulochilik o'quvchilar Shanxayga borsam, to'xtamosh. Men iqtisodning ishi hal bo'lib ketsa, u turmush, munosabat, muhabbat degan narsa asta-asta o'z paydo bo'lgan narsa. Men sana desam, agar meni Tayjonning qiz yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, men deydim. Dadanga de. Men mavo balla programmasiga bek zaya ketdim. Meni dunyoning tagiga yetkizsin. Men agar olsam, kunda CCTV'dan 6 vaqtda chiqib desam, cho'lpan riyosatchi bo'lib ketdim men. Shukran. Men bunda o'ylab baqsam qara. Ikkimizmi bir yo'lning odami emaskanmiz-ku? Ya men deb qo'ygan gapga amaliyot qildim. Chaqchaq deb qo'ydim men. Chaqchaqligini yo'qdi. To'xtan deganim to'g'ri. Agar birisini rostila chempionini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, onini oylab ketsang, uning azobi bekara cho'nqir bo'ldi. Sening bo'ldi? Ishdan bo'ldi? Sodiq, mijozing yo'qmi bugun? Yo'q, sop-soq tuman nima? Bu burun bunday emas-da. Burun qanday? Agar burun mushta degan bo'lsam, to'xtinan degan to'g'ri. Agar sen birasini haqiqiy yaxshi ko'rib qolib, anamga arib qilmasang-ku, sen bek azoblik bitsa, bugun nima qilsang-ku? Deydi. Unda bo'lsa, rost bugun kayfiyat yaxshi emas, kerak o'nglaymiz-ku. Ko'ngli yerimgan bo'ldi. Yo'q, unda emas. Dem. Elaqa, demas. Bizning bilimdan boshlig'i 6-qismini ko'rdik-a. Nima bo'ldi? Shuni bilan menga bir charqo'linib hozir jasad saqlaydigan uyga akirib. Jasad saqlash uyida seni nafaslandirish ketmaydi. Ya, bir şey emas bu. Bo'ldi. Ben manga turay, bize işim batdı. Ne görsen? Şahsi iş. Yengem bilen yo'q yuborib kel. Asma manda. Bo'pti. Chaqchaqchimi? Qopib qolma. Chaqchaqchimi? Ishnimi? O'xshash. Bildim. Ashan mash qilsam bo'ladimi? Ben manga turay. Maqla? Bo'ldi. O'zimizdan parag'i keldi. Haras, men bir gapni deyishni unutib qopdim-a. Meni idoradan bir ish ketdidek bu komandirovkaga tushirdigan o'xshaydi. O'shan men ketganda uyga Asad salamni shu rasmsiz ishlar ham. Shuni sen bir ko'z quloq bo'lib qo'yasiz. Xotirjamlar o'yin ishlarida asirman. Qag'ashlarga men bor.
Sen özün asırab işlab olib qolsa, telefonlasak bo'ldi. Yo'ros. Astagfirullah. Mening azra ishim bor, bizdan Tayjonninki balasi. Katta yashimda bir o'yin. Aldirayda men yura ya. CCTV chiqsa CCTV. Tomyangtay, tanib qo'yasiz. Bag'la. Bag'il. Voy, yaxshimi? Bugun program yo'q oqshomda? Hozir programni chiqardish. Ansam seni bugun boshqa mas qarab turdi dedi-ku. Asta bo'lib qoldi. Musha fursat faqat bizniki majmua baktalyan vasina. Hadi qilaymi, sen bo'lsam zangli qilmag'in odamni. Voy, zangli qilmadim da, shiraslatma. O'ylab boqmasa, Tejonga qanday odam bizga ko'rishimiz deb ko'rshamaymiz adash. Sen kechda bolsini yaxshi o'yintib, kechda uyga olib qo'ygan vaqtda Tejonla yaxshi paranglashib, endi sen o'zingning alayliklarni deb tushuntirib, endi o'zing yaxshi bir namoyon qilib olsan adash. Keyin o'siga vaqtda o'zingga foyda olmasmi adash. Lekin sen bu ishni yaxshi o'ylashib baq adash. Bo'ldi. Ma'qul. Bola davatgan. Pek kichik bo'lib ketdimi qana? Nima qaraysiz? Qarabdim. Men sana desam qara. Men bog'im, bugun seni baqchini ishida shunda yaxshi o'yintima qara. Hamma o'yinchilarni o'yintima qara. O'ynab qolgan sen xo'shmisan-ku? Xo'sh bo'lgandan keyin kechib uyga berib, dadangga bugun u meni o'ynatgan aka shunda yaxshi, men baq xo'sh bo'ldim. Akash bek qobiliyatli ekan, dajmi? Tushunammi? Kichik bola degan kichik bola de. Siz dadam qo'shilmak qilmoqchiman. Men sana paxt kam tepre, paxt kam tepre. Astıma. Voy, aka qirodimdek astıma olmam deydi ekansan. Sen qancha shikirdim. Yana bog'chida o'ynaymadim. Aka, men otay sen deb uydan chiqayotgan bo'lsam, bir qitim bir o'yin tupaqsam nim bo'pti, nim bo'pti. O'ynab chiqdim-ku mana. Muhim rasm bor tashaqqa chiqdim senda. Sen cho'yin mehmonxonada o'tirsansan? Ha, lekin bir necha kundan keyin boshqa ko'chib ketmoqchi. Ko'chib. Hey, sen Baldur uyga qaytgan bo'ldi. Aka, ma'qul, nim demoqchi o'g'lim tushundim. Jira oyat o'ynaymiz. Qani o'ynaysan, o'ynaydim. Hey, aka. Oyliq sening kasaya og'ris do'sting shumi emasmi? Kasaya. Oyliq qapqar do'stingchi. Yenkallohmi? Ha, shuga. Masallamlashganimiz jira. Kasaya og'risi? Asad nonsansi. Voy, nima Asad nonsansi degan meni ismimcha Tumaris. Ma'qul, Tumaris. Ishkanlar bu yerda ishlatsa. Nima qildim? Ma jinim singlim, atdigan boshlab bog'cha qirib o'ynasa deb ishimni og'irdi. Ekat point o'ynab qo'ysan-chi? Boshliqman bas. Bola. Ota. Nima o'q bola bosmozlar? Boshliqning bolasi qaralsa. Ha? Qargan idorang bo'yicha meni bekor sankansan-da. Ma gapim qamlashibda qara. Bu mening bekorligim emas, bu degan boshliqdan mana ishongini bo'lar. Shigrat? Ha? Qara. Birini o'ynasangmi, o'ynayotgansan. Ikkini o'ynasangmi, o'ynaysan degan. Men sana dey qara. Bu sening masanglar. Bek mijazbek kichik bola ekanligini. Men birisiga ora qarayman, ikkisiga men qarab qolaman. Singlimni oldiq kuni yordamlab qo'ygan odam kimdi? Ya, u degan tasodifiylik qara. Men uni odam qutqizish uchun bana azmay qara. Bu sen gunohingni yuzdan vaqt keldi. Mening pek muhim bir rasmim bor desam. Singlim demagan bo'lsa, hargiz bu yerga chiqmaydim. Naqsa uchrab qoldim. Ikkisini qo'shib o'yin to'y qarab ekan. Ha, asa bo'lsin-da. Bo'ldi, eshitdim. Kim yomonlik qilgan bo'g'aydim. Ma'qul. Eras. Abi, atga sen yo'q. To'xta. Komandir chiqmay dedim. Komandir qilgan? Ha? Qancha chiqir ekan?
Şikepte dedi. Şikepte. Şikep kısım yok kendi. Ha, işte mi? Tumarız? Oka. Kim qara? Akanın uchun pek mühim bir ish qilib qoldi. Sinib degan men kasaya o'g'risi birga o'ynab tursin. Men ash kasaya o'g'ris bilan birga o'ynamdim. Oka adam qiynamag'ana. Ya qara, bu kasaya o'g'risi unda qarmoqimda ko'ringan bilan xili yaxshi odam bu. Hoca oka o'zim o'yindiman deb aytgan. Uni bek o'chbek kasaya o'g'risiga. Hey! Ya bu disanmi, dağılım meni qartib qo'yib turibdamsizlar? Ya men demagan bilan men degan bir dağlıq riyosatchiman. Bu odam bor yo'q demak. Da'var degansizlar. Ola unla o'ynamaydim oka. Qara. Sen nima o'ynagan? Abi, o'tadigan narsa o'ynayman. Ani dedim animi. Ko'raman qaysini? Oka aslında deganda men o'ynamga bek uzun bo'lib ketdi-yu, qo'rqinchliqmidi. Qara oka bek chiqa odamlar o'ynaytibdi. Aka sen qo'rqmaysan-ku undan ha? Oğlum, yürekning, mengning quvvati nada? Mana mau yerda. Kanada Jameson yurishlik mahsulotlari yurak menga sog'lomligi uchundir. Jameson yurak mengi yoshartish mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Akamning qiziq xiyolgan desa, nadi odamlar meni o'ynatib tashlab berdi. Hey, nima deganingiz o nadi odam degan? Men degan donliq riyosatchiman, men sizga deb qo'y, men bilan chiqqiningizga xo'sh bo'lsangiz bo'ldi. Donliq riyosatchi bilan siz kim bo'lsangiz, mening nimchatqin, siz degancha mening nazarimda kasaya o'g'risi. Shimga tegib. Aqingizdan yuzini qilmagan bo'lsa, men sizga deb qo'y. Qanday qilatdingiz? Nima aytdingiz? Dapiqqa. Tanga? Qanday qilatdingiz? Akamning yuzi qilmagan bo'lsangiz? Apa, dada so'qishmanglar. Balam sen o'tirib tur, men apaga gap qilyapman. Voy, jim turing, balam avvalma gapni deyish olayman, ha? Tanga. Ya, erlik majburiyatingizni o'tmaysiz, bir dodi turib qarab bergan, mishda o'tmaysiz, ya bir piyon yedim, ya olmaysiz. Voy, sizcha bir atgan bir tomoqingizni qaysi birisi o'xshab baqdi. Menicha otadan boshlab baqqan. Mencha işte ozliq baqqan narsa tomoq etamayman qanda. Men sizni og'inim quvog'i pushaymoqmi? U gapni desam, xotinni vaqo qara. Xotin? Voy, kim sizni xotiningiz-ga? Voy, kim sizni apto xotinliqa? Kim sizga tegdi-ga? Bo'ldi, bizim ishimiz talashmayli. Yaqinlar. Bola qana? Qani? Qani ketgandi? Astagfirullah. Voy, nimda siz yuguraysiz-ku? Men meni o'ynayman. Kasaya o'g'risi. O'ynaydik-a. Qimmat degaysizlar oldi. Qara ukam. Bu narsa cho'pak xatarlik. Buni o'ynamaylik, ha? Pullar yo'qmi? Pulim baqara. Ma xatarlik. Biz o'ynaylik. Qanday? Yo'qmi? Yam. Men degan dağlıq riyosatchi tursam bu qanday pul olmaydi? Shu bugun pul samabdiman men. Endi kartadan tushsansa bo'lmaydi. Kartani unutqatma uyda. Ham shu veshinsa bo'lmaydi. Bu kichik bolalar nimda hammani biladi. Mushuni o'ynamsa? Ma'qul. Hemen veshin to'lay, ha? Men bilet tekilay. Ma'qul. Jirafkom. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, when you were gone I think of you. All this place is packed with
people, but your face is all I see. And the music's way too loud, but your voice won't let me be. So many pretty girls around, they're just stressing to impress. But the thought of you alone has got me running. I don't know what to say next. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, when you were gone I think of you. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, when you were gone I think of you. I'll pretend the night is so beautiful. Take a photo with the bros, la-da-dee, la-da-da-do. They won't see through my disguise, right here behind my eyes, replaying in my mind, la-da-da, yeah. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I've only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. Bir ayakta oturma. Hoş buldunuz mu? Buldum. Yani oynandık oynandık. Oynayalım. Ko'nglikniki emasniki? Ko'nglikki. Voy sizga qilmaysiz yo'q? Hoş buldunuz mu? Ha. O'yning bo'psiz. Voy, kichik bola qarash baktasga. Shunday ko'nglik o'yindiqlar, bama. Yani oynandık. Oynayalım. Hey, ana oynayalım can. Hey, atraf qismet feyzi. Utunib qolay, birdam dam olib, apaqqa birdam dam olaylik. Birdamdek o'ynaylik ha. Ha, mayliyam. Mayli. Siz shu kichik birdan qarab turmay berkila ya. Ha, ma'qul. Ben berkila ya, fikrimazlik kelma. Kim ota ya? Ha, ma'qul. Yapala ya? Ha. Kichik kasa yog'ursi sizga o'xshamdiki? Sizga sovuq qilay. Endi xo'sh bo'lgansiz? Sha kichikchu? Sha kichik ba? Voy, bayam shabatdi. Voy, men sizga qarab qo'ying deb ketgandim-ku. Ana ketgandim. Matbuot direktori bir. Ha, men o'tirib boray-a. Ben matbuot ketdim. Tapadınız mı? Sizin tapamadınız mı? Ben bu şunu taptım. Stop. Ben ketgandim. Uni kim olib qochganda endi qanday qilamiz? Hammani qilasiz.
Yürekten gelip çıkılır. Anda qanday qilamiz? Sog'chiga ma'lum qilamdik ya. Hech tezishib ketmayman. Qanday qilamiz? Shokichikmay ketganda. Yig'lama, cho'p cho'ntiribmi yig'lamsan? Shokichik tushib ketdi. Ansirman shokichik debdilar. Ma'qul. Ne bo'lding? Bingorag'de. Ne bo'lding? Bingorag'de. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days. So tonight I'm going out. Oh, I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I own this boy, the party anyway. All the girls are looking fine. You're the only one on my mind. Mana. Shu turibdi, faqat o'zgartmabsiz. Ma'lani mana bunda o'zgartib, kashkichi menga. Bo'ldi. Dada. Voy. Aslında sizce qavarib ketdi. Qaqash qilsak. Yaxshi o'yindingmi? Yaxshi o'yindim. Rahmat ukam. Qaqash qilsak. Buni balla bayramidami, bir yoq chiqamidim. Siz idarma cho'ng ishlar bilan aldirashib olgan ekan, to'g'ri tushunimiz deyja. Ishlaring bos izda ukam, ha? Tejonga qanday odam bizga ko'rishimizda ham ko'rishmaymiz adash. Keyin usiga oqlama o'zingga foyda olmas adash. Sizga deydigan bir gapim bor. Vaqtingiz aldirash bo'lsa-mu, vaqt ichidan vaqt chiqarib, balansga ko'proq kamera bo'lib qo'ysangiz, balans haqiqatan bek umoq bola ekan. Bugün bir gün kichik balla bilan birga yurib, boshqacha bir xil tuyg'u bo'lib qoldi. Amaliyotda kichik balla unchalar qo'rqinchli emas ekan. Kichik ballaninki ya o'ylab boqmagan umoq taraflari bor. Buni men o'zim his qilmabdi ekanman. Bugün men kichik ballaga bir xil Hey! Bak qaysan bana sen ama? Ha? Yana bana qarsana bana. Ben bugün çok kichik ballaga resmi o'sib ketdim ben. Ha? Hey! Ben nima chiqib men gap qilsam mening ovozim shunday tez chiqadi. Ha? Men bu oqyaga gapirmasam bo'ldimi men? Ha? Men bana kichik ballaga bak o'sib ketdim ben. Yomon o'sib ingakka qo'ygan. Balalar. Chiqdingizmi? Topshirib berdingizmi? Ha. Bo'pti. Balongizni o'ynatdim deb birondas tomoq qo'ygansiz aqchon. Unda qilmadim men. Yolg'on gap qilma. Cho'qim qildingiz. Voy, rost unda qilmadim. Rost qildingiz. Rost. Voy, rost unda qilmadim. Rost qilmadingiz. Bo'pti. Mush qilganingiz uchun men sizni mehmon qilay. Lekin pulni siz to'laysiz. Ila, kasaga o'g'irsizning. Chiroq. Bugun qil ko'ngilli o'yindiq-a? Rost. Bugun bir parcham rasm tushmabdi-ku. Rasm tushamiq? Tushaylik. Hocam, mening yuzim bek yo'g'on chiqib qolgansiz tatanga. Men bek qor chiqib qolaman men. Ism olmaydi, qozonning bosishim shu chiqdi. Ma undidar da'vat bering. Ha, ma'qul. Ko'ra bag'ay, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Bu yazğanazan faqat qamlaşaptı. Faqat qiziq yeri chiqmapti adash. Voy, bo'ldi, yana qancha qiziq yer chiqsa bo'ldi. Ya adash, mashqni ko'rishga cho'qim bir qiziq yer chiqmas bo'lmaydi. Voy, qara, biz degan hikoya film, yumor film emas. Ya da hikoya film degan gapni ben chiqib ketdim hozir. Hikoya film degani bilamiz emas. Meyli cho'qim qiziq chiqmas bo'lmaydi hozir. Haqning talabi shu hozir. Haqqanda talab qilsin. Yumor film tartganlar nurg'un odamlar bor. Shu kim ko'rsin. Biz hikoya film bo'lgankin hikoya yumor uchun xizmat bo'lmaydi. Ya unda desam bo'lmaydi qara. Hozir ko'pchilikning miyaga qo'yayotgan talabi shu. Har nega qilsan shunda otadi adash. Bo'ldi, men biz cho'qim meyli komediyalar qilamiz. Yinik komediya bizdan degan bo'ldimi shu? Va ada yinik ig'rini emas, siz hozir yinik desammi?
Ben özellikle çıldırma. Ya adam Ben sınavsız bilgini alışın gerek. Ya adaş, rejissor oxirdagi narsani chiqirdi. Ha? Ya, adam men rejissorning gap bo'lsin adash, menda qilsa. Hadi qat talashmayli. Biz har qit mashta qilsin kelsin. Hey, bunda qildi. Kimga mukofot chiqsa uning gapiga sol. Acha. Ha. Men degandek bo'lsin. Siley. Ha. Ne qilay? Achchiq yemaydi. Bular. Ya chiqdi. Yine çıktı. Hey. Sizlar bu Quhtiyarniki mukofot chiqishini kutdi, yurishga qo'ymasdan. Bunaqa qilcha, bundaq o'yin salomida. Agar birisi ras yosh ko'p qilgan bo'lsa, unda oylik kelsa, uni azob bekarash yo'qirdi. Lekin acha haqiqiy birisini yaxshi ko'rib qolgan vaqtida, anaqaga olib ketgan vaqtida, sen buning haqiqiy mohiyatini tushunding. Nima qilsan bu? Birisini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, anaqaga olib ketsang, u çok birazini ras yaxshi ko'rib qolib, anaqaga olib ketib qolsang, bu anaqaga pichon farqi. Hey, sen bayatı VR oyundun mu? Bunu haq chaqirib pika o'ynatdi meni. Oyundun mu? Pika oyundun mu? Nima so'zlaysan sen? Taqti qo'yishni unutqanmanglar. Filmimizning oldin qismlarini yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM appitali aynak ekrani to'lim tori karvan toridan ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eron saloni, Bog'jon saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Mayshama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchi saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki tor saloni, Shirza saloni va Nur tormo rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga taqtishiga ruxsat qilamiz.